zodi qandaq bir hissiyat. Nemishqa bu hissiyat vujudimizda shuncha kuchli, shuncha uzun davomlashadi. Nemishqa biz bu nafrat bilan boshqalarni ko'ydirmoqchi bo'lamiz-yu, lekin eng oxirida bu nafrat o'zimizning qalbini ko'ydirib ko'kib talqon qiladi. Bugun biz insonlarning vujudidagi eng kuchli mushu nafrat degan tuyg'uni obraz qilib, mushniki qurilmasi bilan tafsiliy bir tunishib chiqaylik. Sigmund Freudning nazariyasi bo'yicha nafrat degan muhabbatniki to'sqinlikqa uchragan holati. Karl Jungning nazariyasi bo'yicha nafrat degan insonniki o'zi qabul qilolmagan, besib etgan qorong'u xarakterlarninki boshqalarga proyeksiyalash orqali tarkishib qolgan holat. Alfred Adlerning nazariyasi bo'yicha nafrat degan insonlarninki o'zini kamsitish tuyg'usi tufaylidan muhabbat rad qilinganda, muhabbat qolmaganda xijillik tuyg'usini yoshirish, o'zini kamsitish tuyg'usini to'liqlash uchun shakllantirib olgan bir mudofaa sistemasi. Shuningdek, bu hamma nazariyalarni bir yerga yig'inchoqlagan vaqtimizda bizning nafratga bo'lgan tushunchamiz texmo stroliq chiqishi mumkin. Nafratning yadroliq markazi bizning vujudimizdagi eng nozuk, hech kim ko'rib qolsa, tegib ketsa bo'lmaydigan jarohatimiz. Biz o'zimizniki tarjima sistemasi cheklik bilishimiz orqali mushu jarohatimizning mavjudligini o'zimizga tushuntirib, birinchi qavat mudofaa sistemasini hosil qilamiz. Ondan boshqalarning bunga yaqin kelmasligi, jarohatimizni echib solmaslik uchun biz g'azab, buzg'unchilik, nomus qatorliq hissiyotlar bilan buni ikkinchi qatim o'rab, texmi egiz, texmi qilin bo'lgan mudofaani ochib olamiz. Shuningdek, nafrat degan insonningki eng ojiz yaralariningki boshqalar tarafidan tahdidga uchragan vaqtida qo'zg'atilgan mudofaa sistemasi. Biz bolalik, hatto bu vaqtlarimizda onamiz bilan o'lindigan shunday kuchli xohishimiz bo'ladi. Agar onamiz bizni vaqtida emitib, bizning hojatimizdan vaqti chiqqan bo'lsa, biz onamiz bilan shunchalik muhabbatlik o'linimiz ham onamizni pok muhabbatniki simvoli deb qaraymiz. Lekin onamiz bizni vaqtida emitib, bizning bo'layotgan hissiyotlarimizni vaqtida to'g'ri ko'rolmagan vaqtimizda bu bizning onamizga bo'lgan muhabbatimizga tahdid ekiladi. Biz onamiz bilan biz o'ylagandek oppoq saq muhabbat altida o'lanolmaymiz. Shuning bilan biz nafratning simvoli bo'lgan yana bir onadan birini paydo qilish orqali onamiz bilan davomli o'linib turamiz. Chunki biz bolalik vaqtlarimizda o'xshash bir odamda biz yaxshi ko'radigan hamda biz nafratlanadigan nuqtalarningki teng mavjud bo'lib turadiganligini bilmaymiz. Buni ba'zi odamlar, hatto xil ko'p qism odamlar bir umrining oxirigacha bilmay o'tib ketadi. Shuningdek, biz yaxshi ko'radigan odamlarimiz bilan garchi orzuyimizdek o'linolmagan bilan, lekin davomli o'linib turish orzusi uchun hosil bo'lgan bir o'linish usuli, bir ko'rik. Shuningdek, nafrat muhabbatningki yaralangan holat. U yanilikim muhabbatning ichidagi bir hissiyat. Chunki bizning qarshi taraflar yanilikim kuchlik o'linish xohishimiz bor. Ikkinchidan, bizning bilish, tarjima sistemamiz jihatda bizningki boshqalar bilan o'linishimiz biz o'ylagandek, ko'ngildagidek bo'lmagan vaqtida biz shundoq tirishibmi qarshi taraf bilan o'zimizning ko'ngildagidek o'linolmaganligimiz uchun o'zimizningki bequvul, bichora, amalsizligimizga bo'lgan bequvul tuyg'umizni yo'shirish uchun qo'zg'algan hissiyat. Biz bundaq amalsizlik tuyg'usiga bek o'ch. Shuningdek, nafrat tuyg'usi orqali aslida men buni bilan muhabbatlik ulanmoqchi emasdim deb rad qilish orqali bundaq amalsizlik tuyg'usini kontrol qilish tuyg'usiga yo'tib olamiz. Chunki hamma ishlar mening o'ylaganimdek, hamma ishlar mening kontrolligimda, men uning bilan yaxshi o'tamadim emas, men unga nafratlanaman, uning bilan yaxshi o'tmayman deyish orqali biz o'zimizningki amalsizligimizni qochmoqchi bo'lamiz. Uchinchidan, biz boshqalarga muhabbat berganda, boshqalar bundan rozi bo'lmadi yoki rad qildi. Bu vaqtda bizda kuchli nomus tuyg'usi qo'zg'aladi. Shuningdek, biz qabul qilish qiyin bo'lgan shunday nomus tuyg'usini qabul qilish bir qadar oson bo'lgan nafrat tuyg'usiga yo'tib olamiz. U mening muhabbat talabimni rad qilibdi yoki mendan rozi bo'lmabdi. Men buning azalda o'chdim va xo'shammi yo'qdi. Mendalan qilib qo'ygan deb qo'ygan. O'zimizni bir xil nomusliq, gangar cho'jingdan qutuldirib olmoqchi bo'lamiz. Hamda o'zimizning rad qilingan, ko'zga ilinmagan tuyg'umizni nafrat orqali o'zimizga xil-yixva to'g'ri tushuntirib olamiz xolos. Shuningdek, mayli qaysi nuqtadan bo'lsin, kuchli nafrat hargizmi muhabbatniki qarshi taraf emas. Bizning nafratlarimizningki eng tigi shu inson bilan muhabbatlik, yaxshi ulanolmaganligimiz uchun, arzularimizning armonga aylanib qolganligi uchun, uning bilan bo'lgan bu ulanishni kesib yetishga chidamay, yana lekin ta'tir ulanib olib, mush munosabatni saqlab qo'yayotgan holatimiz. Shuningdek, bir insonni haqiqiy unutib ketgan, haqiqiy qo'yib bergan hissiyat hargiz nafrat emas, balkim vugan. U inson qalbingizda hech qanday do'lqin hosil qilolmasa, andin
uni butunlay hayotingizdan chiqarib etgan bo'lasiz. Undaq bo'lsa biz vujudimizdagi lavildab kuyayotgan bu nafratni zodi qandaq bir taraf qilamiz? Birinchidan biz qalbimizdagi bu nafratni tushunishimiz kerak. Biz jarohatimizni haqiqiy qabul qilib, quchoqlab qabul qilguncha biz mushu mudofaa sistemasiga muhtoj. Biz turmushimizda nafratning bo'lishiga yo'l qo'ya olishimiz kerak. Biz nafratga yo'l qo'ygan vaqtda andin qalbimizdagi nafrat ojizlab, muhabbat ko'tarilishga boshlaydi. Ikkinchidan biz nafrat bilan muhabbatni biriktira olishimiz, butunlay olishimiz kerak. Biz o'zimizning vujudida bo'lsin yoki boshqalarning qalbida bo'lsin, bizning yaxshi ko'radigan taraflarimiz bilan yaxshi ko'rmaydigan taraflarimizniki teng bo'la olishini qabul qila olishimiz kerak. Uchinchidan, biz qalbimizdagi shu nozik jarohatlarimizning mavjudligini e'tirof qila olishimiz kerak. Uni ko'ra olishimiz, hatto eng oxirida buni qabul qilib, o'zimizningki eng kuchli taraflarga aylantirib olib bo'ldi. To'rtinchidan, biz o'tmishni o'zga tanlaydigan bo'lishimiz kerak. Biz o'tmishdagi munosabatlarimizda hargiz ziyonkashlikka uchrag'uvchi, chetga qilg'uvchi, yaxshi ko'rilmay tashlang'uvchi emas. Biz hargiz bu ziyonkashlikka uchrag'uvchi emas. Balkim biz har qanday munosabatda mangu, o'rganguvchi, foydag'uvchi, erishguchi. Biz har bir munosabatda o'zimizning jarohatimizning chegarasini texnik aniq bila olamiz, o'rganib olamiz, tushuna olamiz. Agar biz nafratni to'g'ri tushuna olsak, tushuna olsak, bu bizning o'zimizni tunuydigan, tushunadigan nihoyat yaxshi kuchli qurolimiz. Agar to'g'ri foydalanmasak, biz boshqalarga bo'lgan nafratimiz, boshqalarning xatolik tufaylidan o'zimizni jazolaydigan bechora odamlarga, hattoki eng oxirida